Assalomu alaykum, hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Futbolni yoritib borayotgan Yevropadagi eng nufuzli manbalardan biri Futbolmercato.net portali muntazam ravishda qit'aning kuchli ligalaridagi to'p urarlar statistikasini kuzatib keladi. Ushbu mashhur manba milliy chempionatlarning navbatdagi turlari yakunini tahlil qilib, to'p urarlarning yangi reytingini tuzdi. Unga Germaniya, Angliya, Avstriya, Belgiya, Shotlandiya, Ispaniya, Fransiya, Gretsiya, Italiya, Niderlandiya, Portugaliya, Rossiya, Shveysariya va Turkiya chempionatlarida gol urgan futbolchilar kiritildi. Ro'yxatni Bavariyaning angliyalik to'p urari Harry Kane boshqarmoqda. U Hoffenheimga qarshi o'yinda dublni rasmiylashtirib, jamoasining 5-1 hisobdagi g'alabasiga katta hissa qo'shdi. Ayni paytda tajribali hujumchi hisobida 21 o'yinda 24 ta gol bor. Ispaniya chempionatining navbatdagi turida Valensiyaga qarshi o'yinda yana bir bor gol urgan Kylian Mbappe ham ajoyib formasini saqlab turibdi. Real vakili 22 ta uchrashuvda 23 ta to'p kiritgan holda Harry Kane'ni ta'qib qilib kelyapti. O'zbekiston futbol ishqibozlari uchun e'tiborli jihati shundaki, Yevropa ligalari to'p urarlar reytingida top 10 dan legionerimiz Eldor Shomurodov ham joy oldi. Reytingning eng yuqori 10 pog'onasi quyidagicha ko'rinishni hosil qildi. Harry Kane 32 yosh, Bavariya, Angliya 21 o'yinda 24 gol, 1682 daqiqa. Kylian Mbappe 27 yosh, Real, Fransiya 22 o'yin, 23 gol, 1938 daqiqa. Erling Haaland 25 yosh, Manchester City, Norvegiya 25 o'yinda 21 gol, 2104 daqiqa. Vangelis Pavlidis 27 yosh, Benfica, Gretsiya 21 o'yinda 19 gol, 1773 daqiqa. Ayasa Ueda 27 yosh, Feyenoord, Yaponiya 20 o'yinda 18 gol, 1622 daqiqa. Luis Suarez 28 yosh, Sporting, Kolumbiya 20 o'yinda 18 gol, 1696 daqiqa. Igor Thiago 24 yosh, Brentford, Braziliya 25 o'yinda 17 gol, 2117 daqiqa. Paul Anuachu 31 yosh, Trabzonspor, Nigeriya 18 o'yinda 15 gol, 1527 daqiqa. Yanis Begraoui 24 yosh, Estoril, Marokash 21 o'yinda 15 gol, 1597 daqiqa. Eldor Shomurodov 30 yosh, Istanbul Başakşehir, O'zbekiston 21 o'yinda 15 gol, 1856 daqiqa. Ta'kidlash joizki, Eldor Shomurodov Italiya chempionatidagi qariyb 5 yillik faoliyatidan keyin Istanbul Başakşehir jamoasiga ko'chib o'tdi. Tajribali hujumchi tobora kuchayib borayotgan Turkiya Superligasiga juda tez moslashdi. Eldor Shomurodov chempionat boshidan beri muntazam to'p kiritmoqda. 30 yoshli hujumchimiz Superligadagi 17 ta raqib jamoadan 14 tasi, ya'ni Beshiktosh, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray, Antalyaspor, Kojelespor, Gençler Birligi, Trabzonspor, Kasımpaşa, Samsunspor, Gaziantep, Fatih Karagümrük, Rizispor va Eyüpspor darvozasini ishg'ol qildi. Endi Turkiya yuqori divizionida Eldor Shomurodov gol ura olmagan ikkita jamoa qoldi. Legionerimiz Göztepe va Fenerbahchega chempionatning ikkinchi yarmidagi o'yinlarda to'p kiritishga harakat qiladi. Kayserispor esa chempionatning har ikki o'yinida Shomurodovning gol urishiga yo'l bermagan yagona jamoa bo'lib turibdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Italiyada reabilitatsiya jarayonini o'tkazayotgan futbolchilar Jaloliddin Masharipov va Husniddin Aliqulov bilan uchrashib, tiklanish jarayoni qanday kechayotgani bilan tanishdi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lumki, Husniddin Aliqulov joriy yilning 19 yanvar kuni Göztepe bilan o'yinda jiddiy jarohat olib, maydonni erta tark etishga majbur bo'lgandi. Aliqulovning maydonga qaytish muddati taxminan 6-9 oy deb baholanmoqda. Shu sababli ham o'zbekistonlik himoyachi Italiya poytaxti Rim shahrida taniqli jarrohlardan biri Paolo Marianini tomonidan operatsiya qilindi. Shuningdek, terma jamoaning yana bir futbolchisi, Eronning Istiqlol klubi futbolchisi Jaloliddin Masharipov ham jarohati sababli jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazgandi. Hozir har ikkala futbolchi tiklanish jarayonini o'tash uchun Italiyada bo'lib turibdi. Turkiyaning Rizispor jamoasi O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Husniddin Aliqulov bilan shartnomani 1 yilga uzaytirdi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Turkiya klubi Husniddin Aliqulov bilan tuzilgan mehnat shartnomasidagi mavjud bo'lgan +1 yil opsiyasidan foydalanib shartnomani uzaytirgan.
APLning 26-turidan o'rin olgan bahsda Manchester City o'z uyida Fulham jamoasini qabul qiladi. O'tgan turda Josep Guardiola shogirdlari Anfieldda Liverpoolga qarshi qiyin uchrashuv o'tkazib 2-1 hisobda g'alaba qozongan edi. Biroq mazkur bahsda hamyurtimiz Abduqodir Husanov darvozabon Gianluigi Donnarumma bilan to'qnashib jarohat olgan. Shundan so'ng Guardiola uning o'rniga Ruben Diashni maydonga tushirgan edi. Fulhamga qarshi o'yin oldidan o'tkazilgan matbuot anjumanida murabbiy Husanovning ahvoli yaxshi ekanini ma'lum qildi. Bir necha nashrlar esa bugungi bellashuv oldidan jamoalarning taxminiy asosiy tarkiblarini e'lon qildi. Sport Mall talqiniga ko'ra Manchester City Donnarumma, Nunes, Diash, Gehi, Aït-Nouri, Rodri, O'Reilly, Bernardo, Cherki, Semenyo, Holland. City Extra talqiniga ko'ra Manchester City Donnarumma, Nunes, Husanov, Gehi, Aït-Nouri, Rodri, Bernardo, Cherki, Reinders, Holland, Semenyo. Ma'lumot uchun Manchester City Fulham uchrashuvi bugun O'zbekiston vaqti bilan soat 00:30 da start oladi. Rafinha o'tgan mavsumni ideal sport formasida o'tkazgan bo'lsa-da, jiddiy individual sovrinni qo'lga kirita olmadi. Oltin to'p reytingida 5-o'rinda qolib ketdi. FIFAning The Best mukofotiga kelsak, braziliyalik futbolchi kuchli uchlikdan ham joy olmadi. Hattoki yil ramziy jamoasiga ham kiritilmadi. Futbolchi shu vaqtlarni eslab quyidagicha intervyu berdi. Mehnatga yarasha e'tirof etilish bu o'zgacha tuyg'u. Bu juda yoqimli. Men uchun birinchi o'rinda jamoaviy sovrin turadi. Bu klubga aynan shu sovrinlar uchun kelganman. Ammo men uchun individual sovrin hech qanday ahamiyatga ega emas, desam yolg'on gapirgan bo'laman. Qanday zo'r mavsumni o'tkazganimni juda yaxshi bilaman. Shuni aniq ayta olamanki, juda ham adolatsizlik bo'ldi. Aniq bilamanki, qaysidir katta sovrin aynan menga tegishli edi, dedi Rafinha. Fransiyalik hujumchi Karim Benzema sobiq jamoadoshi Cristiano Ronaldoni Al Hilalga o'tganidan keyin yana Saudiya Pro Ligasi chempionligini qo'lga kiritishi haqidagi hazil bilan g'azablantirdi. Bu haqda The Telegram nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, Benzema Al Hilalga transferi amalga oshganidan so'ng sobiq jamoadoshi Ronaldoga xabar yuborgan. Futbolchi SMS orqali Ronaldoga nafaqat maoshi oshirilganini, balki ligada yana g'alaba qozonishini ham yozgan. Bu hazil ko'rinishidan chempionlikka intilayotgan Ronaldoga yoqmagan. Ronaldo Al Nasrda o'ynayotganda jamoasining qishki transfer oynasida kuchaymayotganidan norozi bo'lgan. Ma'lumot uchun hozirda Al Hilal Saudiya Pro Ligada 50 ochko bilan birinchi o'rinni egallab turibdi. Al Nasr esa atiga 1 ochko kam to'plagan holda ikkinchi o'rinda bormoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Cristiano Ronaldo boykotni yakunlagani va jamoa safida o'ynashni davom ettirishga tayyorligi haqida xabar berilgan edi. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.